Shu darajada bu kislotami, vitamin. Nahotki biz mana shu narsani iste'mol qilamiz, vitamin deb. Bu ma'lumot o'ta sizga muhim aytmoqchi bo'lgan narsam. Omega 3 ni eksperiment qilayotganini ko'rib qoldim. Qaranglar, bu to'rala vitamin ham eng sifatli va oliy amerikanskiy qimmat, eng qizig'i qimmat, eng kamida qanchaga 1.300.000 qanchaga ham tushgan mana shu to'ralasi. Xullas olganman. Arzon, sifatsiz emasda, sifatsiz olib qo'ydim. Agar sifatsiz bo'lsa, balki og'ritgandir demoqchi bo'lsanglarda, o'zimdagi amerikani sinab ko'rmoqchiman. Buni sizlar bilan hozir mana ko'zinglarning oldida narsani qilaman. Hozir buni omega 3 dan olib, uchini teshib olamiz. Haqiqiy omega bo'lsa, u so'rilib, o'sha yerga bo'lib ketar ekan. So'rilish juda ham qiyin bo'lar ekan. Lekin bu yerda qarang nima bo'ldi. Yamirilish. Oho, qarang. 10 daqiqadan uzoqroq kutdim, qizlar. Mana hozir bilan birgalikda buni ko'ramiz. Hech narsa bo'lgani yo'q, mana ko'rdim. Bo'pti. Demak, tabiiylik omegalari va badlarga yana bir bor ishonch hosil qildim. Juda ham sifatli va nazorat ostida ekanligiga. Bemalol farzandlaringizga va o'zingizning sog'ligingiz uchun badlaridan olib iste'mol qilishingiz mumkin.